Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sizlar bilan futbol choyxonasida Dilshod Salihov. Yozning issiq kunida, jaziramada, konditsionerli xonada hech haqqa chiqmasdan YouTube'dagi videolarning hammasini ko'rib, yangilik bormikan deb kirganlar uchun mana qisqa bo'lsa ham video qilamiz. Bugun futbol bo'yicha jahon chempionatini eng muhim pallasi, eng qizg'in pallasiga kirib kelyapmiz. Ikkita yarim final hamda 4 ta o'yin qoldi. 104 ta o'yindan 4 tasi qoldi. Ikkita yarim final, 3-chi hamda final. Birinchi marotaba menimcha Chempionlar Ligasidan hech eslolmayman. Aynan shu 4 talikda yarim finalda shu 4 ta kuchli jamoalar qolganini har doim qanaqadir no name'lar chiqardi, har doim baribir orasida bitta slabisi bo'lardi, kuchsizi bo'lardi, lekin bu safargi jahon chempionati bizga fantastik kuchli jamoalarni yarim finaldagi to'qnashuvlarni taqdim etdi. Birinchi to'qnashuvimiz bu Fransiya, Ispaniya, ikkinchisi Argentina, Angliya, buni bilasiz. Shu birinchi o'yin haqida shu qisqacha tahlil, ya'ni hisob haqida tahlil va ularni bosib o'tgan yo'liga ham qisqa e'tibor beramiz. Birinchi juftligimiz bu Fransiya, Ispaniya. Fransiya juda ham chiroyli o'yin, juda ham yorqin, juda ham bir rang-baranglik, hujumdagi chiroylilik bilan o'sha Olise deymizmi, Dembele, Mbappe hammasini shu bu yoqdan Duve uchlovini, to'rttalovini chiroyli bir kombinatsion yechimi bilan mana yarim finalgacha yetib keldik. Juda ham chiroyli o'yin ko'rsatyapti va unga qarshi jamoa sifatida Ispaniya terma jamoasi juda ham bir og'ir bosiq, hali bir to'liq potensialni namoyish qilmagan, bir 60% kuchida, 70% kuchida o'ynayotgan jamoa sifatida menga shunaqa taassurot qoldiryapti. Xuddiki bu siz doimiy qilib yuradigan ishingizni bir avtopilotda qilasiz-ku, bitta o'sha doimiy bir necha yillar mobaynida qilgan ishingizni avtopilotda qilasiz, kuch bermasdan. Xuddi shunaqa shakllangan va misol uchun endi bu ikkala to'qnashuvlarda nima bo'ladi desak, menimcha kichik hisobda Ispaniya g'alaba qozonsa kerak. Garchi Fransiyani hujumi kuchli bo'lsa ham, Fransiya terma jamoasining hujumi juda ham kuchli, lekin shunga qaramasdan Ispaniyani himoyasi misol uchun juda ham tizimli hamda himoyaviy bordi. Misol uchun nomlar yo'q, Upamecano yo'q, Saliba yo'q, Konate yo'q. Misol uchun nom jihatdan qaraydigan bo'lsak, lekin bu yoqda birgina Kubarsini boshchiligidagi himoya chizig'i juda ham yaxshi o'yin ko'rsatyapti. Turnirdagi eng birinchi golini o'tgan turda anaqada o'tkazdi, ya'ni Belgiyadan o'tkazdi. Qarang, umuman gol o'tkazmasdan yarim finalgacha yetib kelgan edi. Lekin birgina nozik nuqtasi bor. Bu ham aynan Ispaniyaning eng kuchli nuqtasiga to'g'ri keladi. Bu kechagina 19 yoshlarga to'lgan va jahon futbolining eng nomdor futbolchilaridan biri Lamine Yamal, Ispaniyaning o'ng qanot hujumchisi va shunga qarshi kurash taklif qilayotgan Fransiyaning chap qanot himoyachisi Luka Din do'stlar. Luka Din. Siz bu nomni o'tgan yilgi jahon chempionatida, o'tgan safargi jahon chempionatida eshitgansiz yoki Yevroda eshitgansiz yoki Fransiya terma jamoasi bilan bog'liq holatda eshitgansiz-da. Aston Villaning o'yinchisi Luka Din. To'g'ri, kecha 31 yoshli o'yinchi PSJga o'tibdi, lekin asosiy tarkib o'yinchisi buyuk kelajak deb o'tmagan. U o'tgan rotatsiya sifatida o'tgan. O'tdi Mendes o'rniga o'tgan Luka Din do'stlar. Portugaliya bilan o'yindi. Mana Mendes o'ynadi, zo'r o'ynadi, protiv Yamal zo'r o'ynadi, lekin travma oldi. Travma olgandan keyin uning o'rniga shu Barselonaning Semedo degan o'yinchisi bo'lardi bir paytda, o'sha tushdi va uje qiyinchilik boshlandi-da unga. Shu haqiqiy sinov boshlandi. U Yamal hujum qurdi, uni texnikasi, tezligi hech qanaqa dosh bera olmayotgandan keyin oldindagi Felix tortildi himoyaga yordam berish uchun. Felix himoyaga tortilgandan keyin hujumda yechmovchilik boshlandi. Undan keyin Felix uchun hujumda ko'rinmayapti deb oldidagi Leoni tushiryapti. Leo himoyaga qaytmayapti. Ya'ni mayli misol uchun gol
Yamalga bog'liq bo'lmagan holatda o'rtadagi shu qisqa kombinatsiya bilan yuzaga keldi. Cho'tki taktika, cho'tki kombinatsiya bilan yuzaga keldi. Ikkita zaminadan tushayotgan o'yinchilarga xuddi shu ishni qilasan degan, xuddi shu ishni qilib berishdi va gol urishdi, yutib chiqishdi. Mana Portugaliyani yutib chiqishdi. Lekin Mendes eplolmasdan, Mendes zo'r yaxshi eplab turib, Semedo eplolmasdan Felix tortilgan Yamalga qarshi 31 yoshli Luka Din do'stlar. Aston Villaning o'yinchisi edi Luka Din. U Hernandez emas, u Theo Hernandez emas, Luka Hernandez emas, u Luka Din do'stlar. Tan olish kerak, Fransiya terma jamoasini eng zaif nuqtalaridan bittasi shu-da. Bitta shu nuqta bilan u aynan Yamalga qarshi, misol uchun bu yoqda agar u nuqtada agar Ferran Torres o'ynaydi desa, unchalik ham xavotir olmasa bo'lardi-da. U nuqtada Yamal o'ynaydi. Shuning uchun juda ham katta ehtimol bilan o'sha nuqtadan tinmasdan bosim bo'ladi. Yamal bugun maza qilib o'ynaydi. Agar o'sha opornikdagi Kone yoki misol uchun bugun Chouamenini tushirib unga yordamchi qilsa ehtimoli ham bor. Agar qilmasa, Yamalni bugun shousini ko'ramiz do'stlar. Garchi misol uchun Fransiya terma jamoasining hujumi juda ham kuchli bo'lgan taqdirda ham zich himoyaga qarshi, tartibli, tizimli himoyaga qarshi bugun qiynaladi. Qiynalganda o'zi Paragvayga qarshi qiynalgan, misol uchun Marakashga ham qarshi qiynalgan, shu gol urgungacha-da. Undan keyin marakashliklarni o'sha holati yetib kelgan bo'lgandan keyin charchagan holatga gol o'tkazib yubordi. Shuning uchun katta bo'lmagan protsentlar bilan stavka deydi, ya'ni yomon qimorbozlarni totalizatori tilida aytadigan bo'lsa, stavkani bugun men Ispaniya terma jamoasiga kichik hisobdagi g'alabasiga tikkan bo'lardim. Endi bu shunchaki taxmin, shunchaki tahlil. Bu yoqdan shunday juftlik bor. Endi ikkinchi tomonga qaraydigan bo'lsak, o'tda nomlar, o'tda bir har bitta nuqtasida yetuk o'yinchilar bilan yetib kelgan Angliya hamda o'rta maydonidan ham pastroq bo'lgan jamoalar bilan arang amallab yetib kelgan Argentina do'stlar. Cabo Verdega qarshi extra time. Undan keyin kim bilan o'ynadi? Undan keyin Misrga qarshi oxirigacha kurash. Keyin Shveysariyaga qarshi yana extra time do'stlar. Bu narsa albatta Argentina terma jamoasini jismonan toliqtirgan deb hisoblayman, deb o'ylayman. Argentina terma jamoasi to'g'ri oxirigacha kurashish, to'g'ri o'ziga bo'lgan ishonchi ko'tarib oldi. Comeback, misol uchun 2-0 da ham comeback qila olamiz, bolalar davaychi deb harakat qilib, ruhiyatni kuchaytirib oldi. Bir jamoaviylik, davay birlashib, misol uchun zichlashib, birgalikda harakat qilib nimadirlar qila olamiz. O'ziga bo'lgan ishonch yuqori bo'lishi mumkin, lekin u yoqda eng muhim o'yin rol o'ynaydigan Messini baribir yoshini e'tirof qilish kerak va yana bitta oxirigacha bo'lgan kurashda menimcha shuncha jamoalar, mana Cabo Verde ham, Misr ham, Shveysariya ham misol uchun oxiriga kelib biroz charchab qolish evaziga konsentratsiyani yo'qotib qo'yib yuborgan bo'lishi mumkin. Lekin bu Angliya jismonan yetuk Angliyada. Bu unga e'tibor, ya'ni imkoniyat bermaydi. 90-minutda ham o'zini har doim tetik tutib turadigan, ya'ni otday deydi-yu, otday kuchga ega bo'lgan o'sha misol uchun Bellinghamdan tortib hamma o'yinchi, faqat shu Harry Kane ozgina uni ham yoshini hisobga olmasak, agar u ham o'ynab beradi-da. Bu imkoniyat yo'q. Imkoniyat qoldirmasa kerak katta ehtimol bilan bugun, ya'ni keyingi juftligimizda Argentina Angliya o'ynadi. Angliyani men favorit sifatida ko'raman, ya'ni bu juftlikda. Argentina misol uchun unchalik ham bilasizmi Argentinani o'yini kimga o'xshataman? Argentina va hamda misol uchun Ispaniyani o'yini deyarli shunaqaki, o'zi jamoa zo'r, faqat shu nimadir o'xshamayapti-da. Birani misol uchun siz stabil doimiy ish qilyapsiz, lekin boshingiz og'riyapti-da. Misol uchun siz davlat ishida ishlaysiz, har doim nimagadir bugun boshingiz og'riyapti. Siz o'sha ishni ham ko'rasiz, lekin o'zingizni nekomfort his qilasiz. Xuddi shu narsa. Yoki misol uchun oldingizda bitta katta ish turibdi, lekin shu salazingni qo'porolmasa qorningiz og'riyapti-da. Shu qorni ish boshlasam qornim og'rish, og'rib qolsa nima bo'ladi? Ish ikkiga bo'linadi yoki
qornim og'rishi tezlashtirish protsessi yo'q, misol uchun. O'shanga ning komfort his qilasiz o'zingiz. Xuddi shunaqa holatda, ya'ni Ispaniya terma jamoasi ham u endi hujumchi bilan bog'liq bo'lgan kamchiligi uchun shunaqa holat bor deb o'ylayman. Ya'ni misol uchun o'tgan Yevroda yoki o'tgan jahon chempionatlarida u yerda hujumchi bo'lganda, u yerda Marata bo'lgan. Ja bo'lmasa o'tgan mana Yevroda ham zo'r o'ynaganda ham o'sha chempion bo'lganda ham Maratasi bo'lganda. Lekin bu safar Ayarzabal o'zi tegi misol uchun 9lik hujumchi emas, orqaroqda o'ynaydigan, bo'lib kombinatsiya boshlab beradigan, playmaker vazifasini ko'proq o'taydigan o'yinchi bo'lganligi uchun u 9lik vazifasini to'liq bajara olmayapti. O'shaning uchun bu yerda yakunlovchi nuqtada Ispaniyada oqsash bor deb o'ylayman. Mana o'zining komfort his qilyapti. Argentinada ham xuddi shunaqa. Nimadir qilmoqchi-yu, qilishga harakat qilyapti-yu, lekin o'xshamayapti. O'yin mobaynida o'xshamayapti yoki juda ham o'zini raslab o'qib berib olgan, ya'ni psixologik tomondan nima deydi, tayyorlanmasdan kelganda, Cabo Verde kim? Cabo Verde misol uchun ketyapti Misr, Egipt, u piramida kim bor o'tda? Misol Salah, bitta Salah bo'ldi, primus. Xuddi shunaqa mensimasdan tushib oxirida zo'rg'a yutib chiqayotgandek yoki juda ham o'zini erkin tutaryapti yoki nimadir qilmoqchi o'xshamayapti. Baribir oxiri o'xshatib chiqyapti. Lekin o'yin tomonlama o'zini misol uchun total ustunligi bilan g'alaba qozonmayapti deb ko'rganda, misol uchun Argentina yorvoraman deyapti-yu, Argentina bizni yoryapti-yu degan anaqa yo'q-da, taassurot yo'q. Shuning uchun katta ehtimol bilan bu odam Argentinani bilan Angliya o'yinida Angliyani favorit sifatida ko'raman do'stlar. Hamda o'zim Real Madrid muxlisi bo'lganligim uchun albatta Real Madrid futbolchilariga bitta to'xtalib o'tmasam bo'lmaydi. Juda ham yorg'oryapti. Mbappe, Bellingham gapirmasa bo'ladi. Menimcha agar Angliya chempion bo'ladigan bo'lsa, eng zo'r o'yinchi Bellingham bo'lsa kerak. Bu yoqda Ispaniyada ham Kukurellamiz bor endi, nima qilamiz? Yaxshi o'ynayapti, yomon emas. Yaxshi o'ynayotgan o'yinchilardan bittasi bordi. Va bularga omad tilaymiz. Hamda finalda bizni ehtimolimiz bilan Ispaniya hamda Angliya bo'ladi. Qolganini o'sha finaldagi bo'lgan voqealarni yarim finalga qarab alohida bitta tahlil qilamiz. Sizlar bilan shu qisqa videoda Dilshod Salih bo'ldi. Ko'rishamiz do'stlar. Bizdan uzoqlashmang. Kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldiring. Bizni kuzatishda davom eting.